Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli YouTube kuzatuvchilar. Xudo xolasa navbatdagi obyektimizni ham yakunlab oldik. Bu obyektimiz Andijon viloyati Batovot tumanida bo'lib turibdi. Bu yerimiz oshxona bo'lib turibdi. Bu yerga hali oshxona mebeli kelgani yo'q, tayyorlab qo'yganmiz. Suv, to'k, hamma yo'q, sinubkasi, vitishkasigacha tayyorlab qo'yganmiz. Endi oshxona mebeli kelib o'rnatib ketsa bo'ldi. Pollarimiz ko'rib turganlardek parkent bo'lgan. Razmerlariga kelib o'tsak, razmerlari 4 metrga 320 bo'lib turibdi. Eniga 320, uzunligi 4 metr bo'lib turibdi. Bo'yi esa 244. Ko'rib turganlardek ajoyib holatda chiqqan shunday dekorativniy panel yopishtirib berganmiz bu. To'g'rida shunday manzara qilib. Bu tomonimiz esa hammom, uni ham hozir bundan keyin ko'rsatib o'tamiz. Bu tomonimizda deraza, bu gilamli xod, kirish, bu tomon esa yotoqxona. Eshiklarning razmeriga kelsak 90 ga 110 bo'lib turibdi. Ikkala eshigimiz ham bir xilda. PVH paneldan bo'lgan, devorlarimiz polni PVH panel, patologiyamiz dekor plus bo'lgan. Ko'rib turganlar razmerlarini aytib o'tdik. Xudo xolasa pashti tayyor. Oshxona mebeli kelsa bo'ldi. O'rnatib qo'ysa bu tomon tayyor bo'ladi. Hammomimizni ko'rsatib o'tamiz. Kirganda bu tomondan birinchi o'rinda razmerlarimiz 2 ga 320 bo'lib turibdi. Eni bir xil, uzunlik bir xil, uzunligi 2 bo'lib turibdi. Bu 6 metrda, xullas 6 metrda 2 ga bo'lganmiz. Xullas bu tomonda ham bitta eshik bor. Mabog'ga deb qo'yilgan, ham deraza sifatida ham foydalansa bo'ladi, yorug'likni berib turadi. Bu tomondan oshxonadan kirishda 70 ga 180 lik eshik qo'yib o'tib ketganmiz. Kirishda to'g'ridan rakvina joylashgan, ko'rib turganlardek sensorli oynalari bilan motorimiz, tubli pol, bu yerga tubli pol qo'yilgan. Tubli pol 3 ga bo'lib to'qilgan, tezroq va yaxshiroq isish uchun. Oshxonamiz ham polni tubli pol sistemasida isiydi. Bu yerga tahorat olish uchun joy qo'yib ketganmiz. 40 ga 60 razmerda, ko'rib turganlardek. Oyoq sochiq uchun ko'za qo'yganmiz. Bu yerga 150-80 talik Ariston elektromontajlarimiz, polni yevro montaj bo'lgan. Har bitta tochkaga отдельный tortilgan, безопасный bo'lish uchun. Xudo xolasa chiroyli holatda chiqdi deb o'ylaymiz. Bu yerda unitaz qishda foydalanish uchun, yosh bolasi borligi uchun, yosh bolalar uchun asosan qishda, faqat yozda emas, qishda foydalanish uchun qo'yib o'tib ketilgan. Bu yerimiz dushovoy zona, shunday parda bilan to'silgan. Bu tomoni ko'rib turganingiz 90 sm bo'lgan, 90 ga bu yog'i 2 metr. Yungan paytda parda tortiladi, keraksiz paytda yig'ishtirib qo'yilaveradi. Dushovoy stoykamiz ko'rib turganlardek ajoyib holatda Bao firmasidan olingan bo'lib, shampun qo'yish uchun polkalar qo'yilib ketilgan. Bu yerga kir moshina uchun joy tashab ketilgan. Suv, kanalizatsiya, razvedka hammasi ustanobga qilingan. Bitta kir moshina ham xolos. Bu yerga kir moshinaning tepasiga ham vishelka, ham sushilka bo'ladi. Shunday narsa qo'yib o'tib ketganmiz. Bu yerga ham bitta vishelka qo'yib o'tib ketganmiz. Havo almashtirish uchun bitta vitishga qo'yib o'tib ketganmiz, ko'rib turganlardek. Bu polni devorlarimiz polni dekor plasdan bo'lgan. Dekor plasdan bo'lgan, patologimiz ham xuddi shunday dekor plasdan. Kafellarimiz 60 ga 60, shunday ajoyib matoviy kafellardan bo'lib turgan. Ko'rib turganlarda mana bu yerda 10 ga 8 qilib suv sirqib o'tmasligi uchun baydurcha qilib qo'yganmiz. Ukloni ham ideal holatda, xudo xolasa bir tomchi suv ham turmaydi. Xudo xolasa kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Respublika bo'ylab xizmat ko'rsataveramiz, kelishgan holda albatta. Video yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlashda davom etib turinglar. Xudo xolasa har bitta ishimizni etap-etap boshlangandan tortib bitkizgungacha qo'yib boramiz. Kimga shunday qildirmoqchi odamlar, tanishlaringiz bo'lsa yoki qildirmoqchi bo'lsanglar, videoni jo'natib podpishkada bo'lib turasizlar. Xudo xolasa aloqalarimiz yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.